Sigaramız 400 lik bez gaz elektrodda sim keldi. 3600 dan dash satib turgan edik kamligi uchun. Endi yana aytamiz 3500 rubl. 2000 rublga 94 predmet, kilosi где-то 6,5-6 kilo. Mana bu nasatkasi ham almashadi ekan buni komplegida. Keyin мясорубка. Mana sok. Hammasidan taylas bu odam toza sok chiqadi. Bular skoroslari almashadigan. Bulardan, bundan 1000 rublga bundan filtalar bor bu yerda. Assalomu alaykum aka-ukalar. Yangi tovarlarimiz kelgan. Polni yangiliklardan bo'ladi. Videoga like bosib, kanalga podpiskani bosib qo'ying. Svarka, ubay, naborlar, shurpavyotlar, keyin batovoy texnikalarimiz aksiya bo'ladi. Bugun video operatorimiz nima deydi? Zadni fonda boshqa montaj bo'lmaydi videoga. Xullas, kak yes. Ketdik bo'lmasa aka-ukalar. Aka-ukalar, bizning adreslar Metro Marino 5-vaqt shunday to'g'ri chiqasizlar. Qarang. Mana bu ostanovkani ko'rasizlar. Bu ostanovka. Mana ostanovkani orqasidan yozilgan. E'tibor qilasizlar, na begu to'g'ri kelaveramiz aka-ukalar. Sizlarni shu magazinda kutib qolamiz aka-ukalar. Metro Marino. Marino Ro'sha emas. Shu joyga ham e'tibor bering. Qarang. Ubay brendimizdan kim gaykaviyotga qiziqqan aka-ukalar 5500 rublga ikkita akkumulyatorda garantiyasi bilan 700 Newton moshni gaykaviyot kelgan. Spokойно nima deydi? Osongina yechib qo'yadi. Bolt mashinaning boltlarini, gazellarga ham kuchi yetadi. 5500 rubl Ubay. Keyin svarkamiz mana tugab ketgan svarkamiz 400 lik bez gaz elektrodda, simda, polni komplektda mana kempi deysizlarmi? Kempimi? Elektrodning simlari. O'zining mana svarka qilayotgan pol avtomatga sim, yarim kilo sim komplektda. Keyin kaskasimiz, maska yo'qmi deysizlar, mana shu narsa bor. Bu arzon qop-qora bo'ladi, hamilyon bo'lmaydi komplektda. Narxiga kelsak, narxi 7000 rubl. Kimga nasib qilgan bo'lsa 400 lik zo'r garantiyasi bilan Ubay brendimizdan buni harakat qilamiz. Keyin videoga kommentariy yozasizlar, ishlatib ko'rsatishga harakat qilamiz. Keyin mana bu uy sharoitiga ko'kalar 2 в 1 ham bolgarkan bo'lsa, ham shurpavyot bo'lsa deb turib udobniy uy sharoitiga tugab ketgan edi, keldi. 3600 dan dash satib turgan edik kamligi uchun. Endi yana aytamiz 3500 rubl. O'tmay qolgandan emas, ko'proq olib keldik aka-ukalar. 3500 2000 ga shurpavyotini misol uchun olyapsizlar. Kichkina batareykada, katta batareykada 3500 rublga ham moshna batareyka plus bolgarka komplektda bыстрый zaryadka mana polni komplekt urishkalari bilan 3500 rubl. 3500 rubl mana bolgarka ham 3 xil skorost ishlaydi. Ishlatib ko'rsatamiz. Bu nagurskiga kelganda sal оборот. Bolgarkaga zaryad где-то 20 minut ketadi. Bu sizga professional emas. Bolgarka misol uchun bu uyga shurpavyotni ishlatsa bo'ladi. 3500 rublga shuncha narsa beradi. Aytmang yana biz aldab zo'r davay 5 soat ishlaydi deb sotmaymiz. Boricha keyin yangi naborlarimiz keldi. Yangi naborlar e'tibor berasizlar. Bu 94 predmet mana shunday uy sharoitiga normalniy качество yaxshi 2000 rublga 94 predmet, kilosi где-то 6,5-6 kilo. Keyin 82 mana kulishlari bilan polni, rangi ham boshqacha. Eski variantlar tugadi. Shuning uchun yangi olib keldik. Hamma o'ylamasin bu sotilmay qoladi, yana video chiqaveradi. Bu ham 2000 rubl. Keyin bizda mana bu shurpayotlarimizdan Ubayning faqat chamadon singan variantlari qoldi. Mana chamadon singan, kim uspet qilgan bo'lsa olib qoladi. 2000 rubldan qo'yaman. 2000 rubldan o'zi ko'p emas, 50 dona, 60 dona har xil modeldan. Mana bu ham chamadon singan. Bu ham chamadon singan. Kimga qaysi nasib qilgan bo'lsa 2000 rubldan telefon qilasizlar, srochni bron qilasizlar. Dastavkalarimiz Rossiya bo'ylab dastavkamiz bor, kim bilmasa Tojikiston bo'ylab bor. Keyin mana kattasini ham mana bu bez udar 13 patronimiz abochdan buni ham 2000 rublga qo'yamiz. Buning ham sababi buning ham chamadoni siniq. Kimga qancha singan nasib qiladi mana. Misol uchun singan. Mana bu ham singan, mana bu ham singan. 2000 rubl mana shu katta shurpavyot. 3000 dan 2000 rubl faqat hamma kaliston chiqarib qo'ymadik, bor.
telefon qilasizlar, kimga nasib qilgan bo'lsa 2000 rubldan. Keyin mana bu yangi kelgan maktabimiz, bu ham 2000 rubl, bundan ham bor. Kimdir bilmasa, yangi odam ko'radi-yu. Keyin aka-ukalar bizda aka-ukalar bu yoq botavoy texnikalar, polni, blender, utik mana. Mana unday nima deydi haligi? Steakmi? Go'sht bo'lsa o'zim bilaman nimada pishirishda, skоворodka deysan. 1300 rubl plus. Har xil variant keyin mashinkalarda aytib o'tirmasak ham bular 600 rubl, 1000 rubl har xil variantlar ko'p aka-ukalar. Keyin so'qqilayotgan mana 2,5 mingga bor. Qana mana 2800 rublga bor ekan. Bu yoqda yozilgan. Originalni ko'rsataylik, originalni. 1800 rubl, 1700 rubl. Bu nima qilyapti bular? Ustoz bu yoqqa kel. Go'sht maydalaydi. Go'sht maydalaydi. Keyin palmali bo'y, ovushli bo'y narsaga. Ustoz, biz batovoy texnika shu vaqtgacha sotmaganmiz, to'g'ri qabul qilasizlar. Ukam olib kelgan, shuning uchun hazil albatta. Endi ko'rmagan bo'lsa qayerdan bilamiz, to'g'risini aytish kerak-da. Xullas aka-ukalar, mana keyin mana so'qqilayotgan mana. İçiga buni hamma biladi. O'zi pichoqlari mana prosta yopilib turibdi. Temirlik mana shalik. Ustidan taylaysiz, bosasiz, lo'boy narsangiz ezib. Bu ham mana pichoqlari temirlik mana. Narxi har xil, bu narxi 2000-2500 rubl atrofida. Tifallar keyin mana 1300 rublga ekan, mana ko'rsatib turadi polni. Har xil variant. Mana bu nasotkasi ham almashadi ekan buni komplegida. Keyin мясорубка 5000, 8500 rubl. Keyin mana pastda tifalning boshqa xil bu yerda ko'p narsa bor ekan, mana bunday. Buni hammasini bilmoqchi bo'lsangiz, mana sok, mana hammasini taylaysiz, bu yerdan toza sok chiqadi. Narxi Telegramda bo'ladi, Telegram silkasi. Kommentariyada bo'ladi. Mana bu yerda boshqa xillari, skoroslari almashadigan bulardan, bundan hali o'zimiz ko'rmagan narsalar bor ekan. 1000 rublga bundan filtalar bor bu yerda. Telegramga joylashtiramiz. Telegramda narxi, rasmi to'liq ma'lumot bo'ladi. Telegram silkasi kommentariyaga kirsangiz bo'ladi. Shu narsalar o'zi qiziqmi, qiziq emasmi, nima deydi? Haligi sen instrumentdan botavoy texnikaga o'tib ketdingmi deb aytayotgan bo'lsam, fikrlaringizni yozingizlar. Lekin prosta bir marta olib keldik, tez sotilib ketdi. Shuning uchun yana olib keldik ko'proq qilib. Narx qanday narxlar arzon bo'lgani uchun boshqa joylarda ko'rib, shuning uchun kimdir biladi narx, kimdir, hamma narsa internetda bor. Xullas fikrlaringiz kommentariyaga yozasizlar. Videoga like bosib qo'ying, kanalga podpiskani bosing. Yangiliklar bo'lsa birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.